Qanday qilib 15 minutlik texnika bilan xotirangizni 5 barobarga kuchaytirish mumkin? Ko'pchilik buni bilmaydi. Ana shu sehrli formula kerakmi? Unda eshiting. Uxlashdan oldin butun kuningizni qayta yodga oling. Siz ko'rgan, eshitgan, o'qigan yoki boshingizdan o'tkazgan hammasini ko'z oldingizdan o'tkazing. Bu voqealarni kino kabi miyangizda qayta jonlantiring. Bum. Hammasi shu yerda boshlanadi. Boshida qiynalishingiz mumkin, ammo bir hafta qoldirmasdan bajarsangiz, haqiqiy o'zgarishni sezasiz. Liderlardek kichik detallarni ham eslay olasiz va miyangiz ma'lumotlarni juda tez protses qiladi. Bu uslub nega bunchalik effektiv? Miyangiz zerikarli faktlardan ko'ra hikoya va rasmlarni eslab qolishni yoqtiradi. Shuning uchun yoqtirgan kinoingiz yoki bolalik xotiralaringiz yodingizdan chiqmaydi. Biyoni tekshirishni unutmang, yo'qsa haqiqiy kuchni qo'ldan chiqazasiz. 5 kun ichida atigi 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.